Angshanlik Zhao Guanyu Zhangfei'lardan yamanmı? Ma görünüş qaraylı. 这两位兄弟不听你的号令，你就把这道密令交给子路，让他依令行事。 Hem bu görünüş yeni üç parçalık Akıt Kıssan namlıq televizyon teatridagi en nadir görünüşlerden birisi. Acayip Çinşan oynagan, psixik için oynagan adam o. Bu yerdeki Liu Bei Zhangdong'a menişten burun Sun Xiaomei bilen toy qildiğanga Jingzhou'ni Zhuge Liang'a tapşırdı. Ve bu yerdeki Zhuge Liang'ın Guanyu Zhangfei'lardan ensirab atqanligini bilib, bu vaqtida bir dana maxfiy maktub yozibdi. Yani bu vaqtida ben Zhao Zulunga maxfiy maktub kutib biray. Navada bu yerdeki Guanyu bilen Zhangfei o'zlarini gapga unmasa, men ketgandan keyin qatl qilsin deydi. Endi nurg'unlar mushani anglab, mushani ko'rib bu yerdeki Zhao Zulun Guanyu Zhangfei dem yaman. İkisi bir bo'lib chiqsin buni o'ltirib atalaydi. Shuning uchun bu yerdeki Liu Bei qo'rqmay mushundaq dedi. Zhao Zulun degan andaq yaman deydi. Unda olsa bu yerdeki Zhao Zulun rostil mushikisidan yaman bo'lganligi uchun bularni mushundaq o'ltirish uchun Liu Bei mush maktubni bermoqchi bo'ladimi? Bu yerda Liu Bei'ning boshqa maqsadi bormi yo'qmi? Bu yerda nima uchun Zhuge Liang bilan mushundaq qarang'ida bo'ladi? Mazmun qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib olib, filmning davomini quloq solinglar. Qissa haqida bayon. Undan birinchidan bu yerdagi Liu Bei navad rostli mushundaq o'ylagan bo'lsa ko'nglida, bu yerdagi Guanyu bilan Zhangfei'ni Zhao Zulun mushundaq o'ltirib deb o'ylagan bo'lsa, undasa bu maxfiy maktubni nima uchun bevosita Zhao Zulunning o'ziga bermay, Zhao Zulunga farmon qilmay Zhuge Liang'a birdi. Bu yerda bir gap bormi, qandaq? Endi yana mushada bu yerdagi Liu Bei Zhuge Liang'ning bu gaplarini anglagandan keyin, men endi xotirjam bo'ldim deydi. Diqqat qilsanglar. Unda demak, Liu Bei Zhuge Liang'ning mush va'dalarini, mush Liu Bei qo'ygan sadoqatmanlik bir gaplarini anglashdan burun xotirjam emas ekan to'q. Demak, Liu Bei nimadan xotirjam emas ekan? O'ylab baqqanlar, Liu Bei'ning haqiqiy xotirjam bo'lmag'ini Guanyu bilan Zhangfei'mikan yoki demak, mushchaqda bu yerdagi Liu Bei Zhangdong'a menishdan burun Jingzhou'ning eng chong harbiy huquqini Zhuge Liang'a berishi, Zhuge Liang ajoyib ishongan buning bak qoyilligidimi yoki Zhuge Liang'dimi bir yaxshi nomzod bo'lmaganligi, Liu Bei'da boshqa amal yo'qligidimi? Yana o'ylab baqqanlar, bu yerdagi Liu Bei Zhangdong'a Zhao Zulunni birga aktidigini aniq turib, o'zining qo'g'dug'ichisini billa ep baradi bu yerga. Qo'g'dug'ichi ekanligini biladi, deyish bo'ldi bu gapni. Oshundaq turib, nima uchun bu farmon yana Zhao Zulunga beray deydi. Oyat Veyem bilan Huangjong'a bersin bo'ladi-ku. Oshkisining qo'lida nurg'un harbiy huquq va Huangjongning alam martib intayin yuqori putrab tura oladi. Nima uchun oshkisiga birlik demay yana o'z bil aktidigan Zhao Zulunga ashta deb qo'ymayya deydi. Qaranglar, bu yerda Liu Bei'ning o'ynayotgan boshqa o'yini va unda oddiy gap emas bu. Unda bo'lsa, yeni bu yerda Liu Bei rostilla o'zining bu ishki inisidan xotirjam bo'lmagan bo'lsa, nima uchun oshkisini Zhangdong'a billa oprib, o'zi qo'g'dug'ichilikqa oshkisini aktiv Zhao Zulunga qo'yib qo'ymaydi. Yoki oshkisidan xolgan birisini apasin bulutug'u, Zhangdong'dagilar bulutni Guanyudan baq o'qidi. Bundan burun Chibi urushi boshlanishdan burun Zhouyu choyga taklif qilgandimi, Guanyuni ep kelgan bu Zhangdong'a. Unda nima uchun mush vaqtda navada Guanyun lakasa Zhangfei bes qilib qoldi, buni kontrol qilmoq sal oson. Ish o'ngiltig'i. Nima uchun Guanyu bilan Zhangfei'ni majbur qilib qo'yib, biz barli desimizni barmaqlarda qilib qo'yib turib, yeni Zhao Zulunni aktidim. Demak, menda Liu Bei'ning ko'nglida o'ylagan nimalar va o'ylab baqqanlar. Endi mush vaqtimizda bu yerda Jingzhou Liu Bei'ning bir umr tartib topgan boyligi, zuyvansi, obro'yi, huquqi shunami? Endi shuning uchun bu yerdagi Liu Bei'ga nisbatan aytgan vaqtimizda Jingzhou Saosaoning Sunchuanning quliga tushib ketsin bo'lmaydi. Chuqum buni tadbirlik, farosatlik, ularning har xil tikolarga, janglariga, lashkar tadbirlarga qarshi tura oladigan mushundaq donishmand bir kishi Jingzhouni saqlash kerak. Ikkinchi bir nuqtadan yana o'ziga intan ishonchli, qat'iy sadoqatsizlik qilmaydigan, bir umr agishdigan, bir yil bir oy bir kunda tug'ilmasmi, bir yil bir oy bir kunda o'ladigan odam qarish kerak. Endi tushuna olaymi? Shuning uchun bu vaqtimizda Jingzhou'ning bir uchini Zhuge Liang'a berdi. Yeni bir uchida yenila buning eng sodiq englari bo'lgan Guanyu Zhangfei'lar var. Shuning uchun bularni opamidi A5da faqat Zhuge Liang'ni chekib beqiyotdi. Dars mazmunini tushungan do'stlar, ko'z qarshinglarni pinguncha qoldirib qo'yinglar. Keyingi sonda yana davomli paranglashimiz. Rahmat.